Bir yoshli bolani onasi rafiqa, kelin, bloger va kichkina biznes egasini bir kunlik hayotini sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Soat 9 da turib, srazu встречаga yasanishni boshladim. O'zbekistonga endi kirib kelayotgan podguznikka prezentatsiyasiga borishim kerak edi va klientlarimni posilkalarini olib yo'lga chiqdik, erim bilan bordik. Встречаga kirgunimcha bolaga qarab turish uchun bordilar birga va встречаdan chiqib, keyin srazu uyga qaytdik. Bolam yo'lda uxlab qoldi. Uyga kelib, kiyimimni almashtirib, keyin maza qilib bitta o'zim matcha tayyorlab ichib oldim. Завтракка hech narsagim kelmadi. No, srazu obed va ужин tayyorlashga tushib ketdim. Slivochniy tovuq va kartoshkani pishirdim. Juda ham menga yoqdi. O'g'lim uyg'onib qoldi. Keyin birga pishirishni davom ettirdik va ovqatim pishgandan keyin yeb ko'rsam shunaqa vkusni chiqqan ekan. Keyin tovarlarim keldi. Ularni raspakovka qildim. Korzinka bilan integratsiyamni oldim. O'g'lim bilan birga ovqatlanib, keyin yana salat qilishga tushib ketdim. Papa salat qildim. O'zimga juda ham yoqdi. Keyin chia puding qildim. Hozir bilsanglar, men dieta tutaman. Akkauntimga kirsanglar, har xil papa ovqatlarning retseptlari bor. Mustafoni ikkinchi uyqusiga yotqizib turib idishda tovalanuvdim. Uyda bizda suv yo'q edi. Keyin ujin qilib ko'chaga chiqdik. Ozgina aylanib, kirib, keyin Mustafoni uxlatdim. Shu olgan videoyimni montirovat qilib, ovoz berib, keyin o'zim ham uxladim. Qaranglar, qanaqa charchab ketgan yuzim. Shunaqa qilib bir kun ham o'tib ketdi. Oxirgacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosinglar va rasmotlar uchun rahmat.